Assalomu alaykum, hurmatli YouTube bahli, barchangizga xayrli kun. Sog'misizlar, omonmisizlar, salomatmisizlar, tanijoninlar, sog'mi, omonmi, musofirda yurgan akalarim, opalarim, tengqurlarim, singillarim, ukalarim, sizlarga ham assalomu alaykum. Hamisha Allohim panohida bo'linglar. Hurmatli onaxonlarim, hurmatli opalarim, hurmatli singillarim, hurmatli tengdosh dugonalarim. Bugungi 8-mart Xalqaro Xotin-qizlar kuni munosabati bilan barchangizni bayraminglar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Iloyim tani joninglari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Iloyim shunaqa bahoriy kayfiyatlarda, yaxshi kayfiyatlarda sizlar bilan diydor ko'rish nasibini o'zi aylasin. Hurmatli yaqinlarim, hurmatli YouTube ahli, sizlarga bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. Xudo xohlasa bugun shu 16:00 dan boshlab to 17:00 gacha xudo xolasa shu xalq dardi admini, bloger, jurnalist do'stimiz Otabek Hamidov bilan birgalikda jonli efirni xudo xolasa qilishni jonli efirni tashkillashtirib qo'ydik. Xudo xohlasa inshaalloh shu 16:00 dan 17:00 atrofida xudo xolasa jonli efirni boshlaymiz. Men silkalarni tashlayman va efir meni kanalimda emas, Otabek Hamidovning kanalida bo'ladi. Kirib Otabek Hamidov deb yozsanglar, kirib obuna bo'lib, bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Hurmatli onaxonlarim, hurmatli o'rtoqlarim, akalarim, ukalarim, ko'ryapman 3 kundan beri men video qo'yyapman. Videoni ostiga, ya'ni kommentariya sarlavhalariga o'z fikringlarni juda ham chiroyli tariqada qoldiryapsizlar. Rahmat kattakon. Men juda ham xursandman. Men sizlardan bunchalik chiroyli gaplarni ko'raman, chiroyli gaplarni o'qiyman va sizlardan men chiroyli motivatsiya olaman deb hech qachon o'ylamagan edim. Da, оказывается, meni juda ham ko'p nimalarim hurmat qilar ekan, obunachilarim va onaxonlar, akalarim, ukalarim qo'llab-quvvatlashyapti va undan tashqari bir necha insonlar menga juda ham telefonlar qilishib, nima qilmang, qayerdagi lo'lini, ya'ni Timur lo'li shoudan aslo xafa bo'lmang. Bu narsalar o'tkinchi narsada, o'tkinchi hayotingizda bo'lgan narsalarni sizni yuzingizga solyapti. Bu o'zingizni nimalaringiz bor-u, maqolingiz bor-u, kulmagin kulokilar, orqangdan izlab kelar degan maqolga hamisha amal qiling va albatta bu yuzaga chiqatyapti. Haqiqatan ham kulmagin kulokilar, orqangdan izlab kelar. O'g'ling bo'lsa o'ylab gapir, qizing bo'lsa qisib gapir degan maqol bejizga emas. Ya'ni seni ham qizing bor. To'g'ri, Temur lo'li show. Sen uchun Temur lo'li show. To'g'ri, sen uchun qizni, o'g'ilni farqi yo'q. Chunki senga qizig'i yo'q. Sen o'zing uchun yashab, ichib, viskini ichib, kayf qilib, o'zbeklarni bir-biriga urushtirib, yomon ko'rsatib, yurishni bilasan xolos. Senga shuni qizig'i bor xolos. Boshqa narsani qizig'i yo'q. Bilasanmi? Chunki sen bu dunyoligingni o'ylaysan, u dunyoligingni o'ylamaysan. Keyin yana bir narsaga men qoyil qolmayapman. Sen shunaqa lo'lisanki, hattoki bizni bir ayrim bizni o'zbeklarimizni hozir hurmatli tojik xalqim, Tojikiston xalqim, tojik xalqim, bilasizlar, judayam ko'p o'rtoqlarim, opa, aka, uka, mard tojiklarim bor. Bilasizlar, tanishlarim bor, hattoki qondoshlarim ham tojik xalq. Lekin men buni tojik hisoblay olmayman. Men buni lo'li hisoblayman. Lo'lilar ham lekin bunchalik darajada emas. Bu shunaqa hamki konchining lo'lida. Shuning uchun barcha shu o'zimiz o'zbeklarni bir-biriga sen kimsan? O'zbekiston fuqarosi emassan. Nima uchun sen aralashasan? Aralashaverasan, hadeb qo'shilasan. Kimsan sen? Seni da qo'llab-quvvatlash mumkin. Ayrim omillar, ayrim bizni shu tinchligimizni ko'rayotgan insonlar to'g'ri qo'shilishib, bopladingiz deyishi mumkin. Lekin shunaqa ovozinglarni eshityapman. Shu o'zingning guruhingda oppalarni gaplarini eshityapman. Tek qo'ying Irishani, ya'ni Irisha taxallusosidagi Nilufar Sidiqovani tek qo'ying. Nima qilasiz? Uni hayotiga aralashmang. Bo'lgan narsa bo'pti. Bu oldingi hayotidagi narsalar ekan. Nima uchun aralashasiz deb, malades, bravo, meni o'ylab gapirishyapti. Lekin bilasizlarmi?
guruch kurmaksi bo'lmaydi deganlaridek haqiqatdan ham ichimizda ming afsus va nadomatlar bo'lsinki, senlarni men erkak hisoblamayman, erkak deyolmayman chunki senlar shu erkak bo'lib shim kiyib ko'chaga chiqib "dada" nomini olsang-da, ayollarni ketini kavlashdan qo'ymaysan. Ey, kallasi ishlamayotgan nomard ayrim insonlar, erkaklar, men senlar bilan birgalikdaman. Lekin o'ylash, qanday birgalikdaman? Men ham senlarning qamindanman. Men ham o'zbekman, alhamdulillah musulmonman. Mukkasidan ketgan isqirt ayol emasman. Bu aytgandek fohisha ayol emasman. Men tanamni pulga sotmayman. Men Xudoga shukr farzandimni oq yuvib, oq tarab uyda o'tirgan ayolman. Men 5 minutlik kasofatimni deb 5 minutlik mazamni deb qizimga kasofatini urishini hech qachon xohlamayman. Buni juda ham ko'pchilik biladi. Xarakterim qanaqaligini. Men ko'chaga chiqib erkak bo'lib, uyga kirib, ayol bo'lib o'tirganim. Yana rasmlarimni mana qilib gruppaga qo'yib olsam, Temur Lo'li bu narsa meni hech narsa o'zgartirmaydi. Men yashashda davom etaman. Mana hozir ham bir joylarga borib, juda ham ko'p podarkalar olib keldim. Sen oxirgi marta qachon Samorga bording? Qachon ulfatlaring bilan birgalikda xo'p erkaksan-u, men ayol bo'lib o'tiribman ekan. Samovarlarda va havo hokazo tadbir boshqalarda farzandlarimni o'ynatib keldim, boshqa. Sen erkak bo'lib qachon ayolingni bironta kafega olib bording? Sen erkak bo'lib oshnalaring bilan qachon qo'ling kuyib osh yeding bismillah bilan? Qachon? Hech qachon borolmaysan. Men seni 2,5 yildan beri tanigan bo'lsam, biror marta biron joyda o'tirib o'zingdek ko'rsatgan joyi yo'q. Qila olmaysan. Chunki senga emas, chunki sen chichib qo'ygansan. Sen o'zingcha o'zingni hali seni qo'llab-quvvatlayotgani uchun sen zo'rsan, qirolman desan, sen ko'tlar qiroli bo'lishing mumkin. Ko'tlar ham sendan yaxshi, qo'pol qilayotganda, prosta alindaqaga chiday olmayapman, hurmatli obunachilarim. Meni to'g'ri tushuninglar. Yana bir narsaga keladigan bo'lsak, shu ichida yurgan, shu Temurni ichida aynib yurgan, opalarim, o'rgilib ketay sizlardan. Sizlar ham menga o'xshagan ayolsizlar. Sizlar ham bir chiroyli, nimasizlar, bir xilmiz ikkalamiz. Ayol dardini ayol tushunadi. Yana bir marta aytyapman, men neytral ayolman. Nima? Bitta bloger bilan yaxshi bo'lsam, nima ular tomon bo'lib ketamanmi? Ha, Temur tersak, seni qo'llab-quvvat. Mana hayotda seni qo'llab-quvvatlamayman. Nimaga? Chunki sen bitta cho'rtsan, o'rni yo'qsan. Sen meni onamni fohisha debsan, meni fohisha debsan. Xo'p, men onamni taniysan ekan. Sen onangni ham taniyli. Qani onang? Tashduging bormi? Qani? Men Asaka tumanidaman. Rosa ko'pchilik biladi meni. Ko'chalarga chiqib, o'yin, kulgi juda yaxshi bo'lasan. Qayerlarga borib o'ynab, kulib kelaman. Senchi kim seni taklif qildi biron joyga? Ayt. Kim seni taklif qildi? Erkak bo'lib biron joyga boryapsanmi? Sen faqat bekinib mashinada berkinib turib yurasan. Kreditdan bo'yninggacha qarz. Hattoki ko'rayotgan televizoringdan ham qarz. Kimsan sen? Temur Lo'li Show? Kimsan sen? Hech kim emassan. Men ayol bo'lsam ham sendan ko'ra men 15 ta kam erkakman. Esingdan chiqmasin. Hozircha shoshilib nima qilyapman, efir qilib qo'yapman hozircha. Bu boshlanishi, Xudo xohlasa yana Otabek Hamidovda kanaliga ham o'tib obuna bo'lib ko'rasizlar degan umiddaman. Ana indagi Xudo xohlasa bugun kechki nimalarimizda albatta men ham efir qilishga harakat qilaman agar vaqt ajratsam, chunki to'g'risi men o'zim xohlamagan edim. Shu 18:00 da bo'ladigan Nilufar Usmonovani shodlik nimasiga, to'yxonasiga Andijon shahariga taklif qilishyapti. Uni men o'zim ham bilmagan edim. Shuning uchun balkim o'sha joyda jonli efir qilarman. Temur Lo'li, sen menga o'xshab o'ynab kulib ol. Sen hech qayta o'ynay olmaysan. 2,5 yildan beri ko'rganmisan, bechora petuq, xeros. Ko'chalarga chiqib yur. Faqat aylanma kresloyingda o'tirib, hammani buvisidan, onasidan kelmasdan isqirt, lo'livachcha ko'chalarga chiq, menga o'xshab o'ynab kul. Senga emas o'ynash. O'ynashing mumkin. Bir necha yillardan keyin o'ynashing mumkin. Unda keyin kech bo'ladi. Katagida qichqiradigan xo'roz, xerozvachcha. Temur Lo'li, ket. 150 ta rasmimni qo'y. 150 ta videoimni qo'y. Hech narsa kelmaydi qo'lingda. Faqat bunkerda av qilasan xolos. Hurmatli yaqinlarim, hurmatli YouTube ahli, hurmatli meni yaqin obunachilarim, hoji onalarim, singillarim, o'rtoqlarim, opalarim, aka-ukalarim, meni qo'llab-quvvatlayotganlarim.
Men sizlarni judayam yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Kommentariyani o'chirmayman. Bittadan layk bosib, kommentariyaga chiroyli qilib, bugun bayram bilasizlar, barcha opa-singillarimni tabriklab qo'yasizlar degan umiddaman. Hurmat bilan yurishi taxallus ostidagi Nilufar Siddiqova. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omon bo'linglar, yana ko'rishamiz.